Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan yana Bahriddinov olimjon. Azizlarim, bugungi mavzuyimizda yana qadrsizlik, o'zini o'rni yo'qdek, hech kimdek his qilish haqida gaplashamiz. O'zi bu hissiyot yo'q hissiyot, ya'ni illyuziya. Biz chiqargan noto'g'ri xulosalar natijasida bizga soxta qadrsizlik dasturi singib o'rnashib qoladi. Mana shuni siz tushunishingiz osonroq bo'lishi uchun bir mijozimni hayoti bilan misol qilib ochib beraman. Demak, bir mijoz bizga murojaat qildi. Xo'p, muammo shunday ediki, o'zini doim qadrsiz va o'rni yo'qdek his qilardi. Hech kimdek. Aytaylik, oila qurgan, farzandlari bor, pul topadi, hamma narsasi borda, lekin ichida qadr hissi yo'q. O'zini erkin, qadrli insondek, sevilgan insondek, bir qanaqadir jamiyatda o'rni bordek, mana shu hayotga loyiqdek his qilmaydi. O'zini men noloyiqman deb o'ylaydi. Men xuddiki qayergadir borsa ham, o'tirsa ham ichida tinchlik yo'q. Mana shu muammo bilan bizga murojaat qilishgan. Endi biz buni batafsil ishlab ildizini topdik. Ya'ni ildiz nima edi? Bu yerda juda ko'p bloklari bor, lekin mana shulardan bittasini men ochib beraman. Xo'p, muammo shunday ediki, yoshligida aytaylik bola birinchi, ikkinchi sinfga borayotgan vaqtlarda nima bo'lyapti? Bir o'rtog'ini ko'ryapti, bir sinfdoshini, u juda harakatchan, hamma bilan qo'shilib, kelishib, chiqishib ketaveradi. Hamma unga e'tibor beradi, u bilan o'ynashga, unga qo'shilishga harakat qiladi. O'qituvchi ham uni ko'p urishadi, ko'p gapiradi, lekin ularni urishishiga qaramasdan boyagi bolani qulog'iga hech narsa ta'sir qilmaydi-da. Birovni gapiga xafa bo'lmaydi, quloq solmaydi. Va o'shani ko'rib nima deb o'ylayapti? Ha, demak u yaxshi ekanda, demak u qadrli ekanda. Hamma unga e'tibor beryapti, unga qo'shilishga harakat qilyapti, hamma u bilan o'ynayapti, u bilan yurishga harakat qilyapti. O'qituvchi ham unga ko'proq e'tibor beryapti. Demak u sevilgan inson ekan, ya'ni sevgiga loyiq ekan degan xulosa chiqaryapti. Buni misol uchun mijozdan so'raganingizda, men mana shunaqa o'ylaganman deb ochib bermaydi. Bu o'sha 2 soat, 3 soatlik jarayonda buni kovlab har tarafdan olib kelib, aynan o'sha yerdaligini topib olish kerak. Ya'ni o'shani ko'ryapti-da, qadr haqida noto'g'ri tushuncha yozilyapti. Demak, qadrli inson kim ekan? Qadrga loyiq, sevgiga loyiq, o'rni bor inson kim? Noto'g'ri xulosa. O'shani ko'ryapti-da, odam ko'p kulsa, harakatchan bo'lsa, hamma unga qo'shilsa, odamlar unga intilsa, talpinsa, gaplashsa, u bilan fikrini so'rasa, demak o'sha odam qadrli bo'lar ekanda deb o'ylayapti. Mana qadr haqida noto'g'ri xulosa chiqdi. Ana endi xo'p, katta bo'lyapti. Nima bo'lyapti katta bo'lgandan keyin? Yana o'sha jimlik ichida o'zi tabiatan og'ir bosiq inson, lekin atrofiga qarayapti-da, ko'p kulgan insonlarni, sayohatga chiqqan insonlarni, energiyasi baland insonlarni ko'rib turib o'ylayaptiki, ular sevilgan insonlar, ular qadrlanishga loyiq insonlar, men esa qadrlanishga noloyiqman deb turib, o'zini qadrsiz his qilib, o'zidan norozi bo'lib, doim o'zini yerga uryapti. Men kamman, men kimdandir pastman deb o'ylayapti. Endi buni sababi nima? Sababi yoshlikda chiqarilgan noto'g'ri qadr xulosasi. Chunki o'sha vaqtda aytaylik, unga hech kim sen qadrsizsan demagan, hech kim uni yerga tiqmagan. Ya'ni boshida faqat. U faqatgina bitta sinfdoshini ko'rganda, hamma unga talpinganligini ko'rib, demak, odamlar unga talpinyapti, o'sha odam qadrli bo'lar ekan. Ya'ni kod yozilgan. Odamlar qachonki senga talpinsa, sen bilan bo'lishga harakat qilsa, o'shanda sen qadrli bo'lasan degan noto'g'ri xulosa chiqarilgan. Aslida biz tug'ildikmi? Hammamiz qadrlimiz. Ya'ni biz oilamizda, atrofimizda, yaqinlarimiz uchun qadrli bo'lganmiz. Yaqinlarimiz bizni qadrlab sevmagan taqdirda ham bizni mana shu dunyoga kelishimizni o'zi qadr. Ya'ni bizni o'rnimiz bor. Bu dunyoda yashashga, sevishga, sevilishga, qadrlanishga haqqimiz bor. Bizni o'rnimiz bor. Agar o'rnimiz bo'lmaganda bu dunyoga kelmasdik. Endi biz o'zimizni taqqoslash natijasida birovga qaraymizda,
Ha, demak, u qanaqadir natijaga erishdi, o'qishga kirdi, mashina oldi, turmushga chiqdi, uylandi, uy qildi. Istalgan narsa bo'lishi mumkin. Qanaqadir bir natijaga erishgan insonni ko'ramizda, demak, u o'sha narsaga loyiq, Xudo uni yaxshi ko'rar ekan, o'sha uchun berildi. U qadrli inson, u yaxshi inson, u mendan ustunroq deb o'zimizni yerga uramiz. Va natijada o'zini yerga urgan odam o'zini hayotda yaxshi narsaga loyiq ko'ra olmaydi. O'zini noloyiq his qiladi. Meni haqqim yo'q deb o'ylaydi. Menga hali vaqti emas yoki men kichkinaman, meni darajam emas o'sha narsa deb o'ylaydi. Keyin nima bo'ladi? O'zini qadrsiz, o'rni yo'q, hech kimdek his qiladi. Vaholanki qadrsizlik degan narsani o'zi yo'q. Qadrsizlik degani sizni chiqargan noto'g'ri xulosangiz. Siz kimgadir qaradingiz, o'sha insonga qarab turib, ha, u nimagadir erishdi, unda qanaqadir bir holatlar bo'ldi, demak u qadrli, menda o'sha narsa yo'q. Demak men qadrsizman. Ya'ni taroziga e'tibor bering. Sizni qadr tarozingizni nima belgilaydi, nima o'lchaydi? Pulmi, munosabatmi yoki qanaqadir bir inson o'lchashi mumkin balki. Mana, o'zingizga savol berib ko'ring. Shunday to'xtangda, menda nima bo'lsa men o'zimni qadrli va sevilgan insondek his qilaman. Menda nima bo'lsa men o'zimni yaxshi his qilaman. Menda nima bo'lsa men o'zimdan rozi bo'laman. Ya'ni men qaysi darajaga erishsam o'zimdan rozi bo'laman. Mana shu savollarni o'zingizga berib ko'ring. Birdaniga javoblar keladi. O'zingizni qaysi darajaga erishsangiz rozi bo'lasiz o'zingizdan, qachon o'zingizni sevasiz va eng muhimi bu narsalar bor, o'sha o'zingizga qo'yayotgan shartlaringiz ishoning hech qachon tugamaydi-da. Bu misol uchun qaysidir darajaga erishsam o'zimni yaxshi ko'raman yoki menda nimadir bo'lsa o'zimni yaxshi ko'raman deb boshqa birovga taqqosladingiz-ku, o'sha narsaga erishganingizdan keyin ham yangi bitta yuqori ideal qo'yiladi. Bitta yuqori idealni qo'yib olasizda, ha, endi men mana bunaqa bo'lsam men yaxshi bo'laman, men loyiq bo'laman, o'shanda men o'zimdan rozi bo'laman deysizda. Bu faqat norozilikka borib, sizda energiya ham bo'lmaydi, o'zingizni tom ma'noda rad etib tashlaysiz, o'zingizni qabul qilmasdan va atrofingizdan ham shuni ko'rasiz. Dunyo ham, atrofingizdagi odamlar ham hamma sizni rad etadi. Chunki o'zini qadrlamagan, o'zini tan olmagan, o'zini nimagadir haqli deb bilmagan insonni hamma rad etadi. Albatta fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizni qadr darajangiz nima? Siz qadrni nima bilan o'lchaysiz? Qadrni nima bilan o'lchaysiz? Hech o'ylab ko'rgandingizmi? Va o'ylashni hozir ayni vaqti. Qadringizni hech narsa bilan o'lchamang. Shubhasiz. Siz bu dunyoga keldingizmi? Siz hozir nafas olyapsizmi va sizni o'rningiz bor bo'ldi. Qanaqa natijaga erishishingizdan qat'iy nazar. Siz balki nimagadir erishdingiz yoki yo'q. Qanaqadir ayblar qilgan bo'lishingiz mumkin, qanaqadir gunohlar qilgan bo'lishingiz mumkin yoki bir noto'g'ri narsalar qilgan bo'lishingiz mumkin. Bu sizni qadrsiz ekanligingizni anglatmaydi va bu sizni qadringizni o'zgartirmaydi. Siz baribir sevilishga, qadrlanishga, yaxshi narsalarga har doim loyiqsiz. Mana shu narsani esingizdan chiqarmang. Qachonki eski dasturlarni o'chirib, mana shu dasturlarni ong ostiga kirgizib, ong ostini e'tibor bering, ichingizdagi bolani ong ostini ishontirgandan keyin o'zingizni qadrli ekanligingizga, qalbingizni ochgandan keyin hayotingiz umuman boshqacha bo'lib o'zgarib ketishni boshlaydi. 100% shubhasiz o'zgaradi bu narsa. Sizlar bilan ong osti bilan ishlovchi mutaxassis Bahriddinov Olimjon bo'ldi. Salomat bo'ling azizlar.